Hechqisi yo'q, Xo'tikjon. Sabr qil. Shaharda tarvuzlarni sotganimizdan keyin boyib ketamiz. Qarzlarimni to'layman, uy quraman. Qishloqdagi eng go'zal qizga uylanaman. Qarabsanki, kam ko'zsiz yashaymiz. Muttaham. O'g'ri, yaramaslar. Bizni ochlikdan o'ldirmoqchimisizlar? Boshlaringni tanalaringdan judo qilamiz. Surgun etamiz. Ishtirib qo'yamiz. Yo'qol! Yo'qol dedim! Yo'qollaring ko'zimdan! Qubag'aylar! Hech kim bizni yaxshi ko'rmaydi. Bizga rahmi kelmaydi. Yegulikka hech vaqoimiz bo'lmasa, qanday kunga qoldik? Kep qoling tarvuzga, tarvuzdan olib qoling. Shirin shahar, qandu asal tarvuz. Pulingiz o'zingiz bilan ketadi. Kep qoling musulmonlar, tarvuzdan olib qoling. Yeganlar darmonda, yemaganlar armonda. Armonda qolmang. Ular misli parivash bo'sasidek shirin, hayot baxsh. Tarvuz, 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 tarvuz. Oy, kim bor? Qoshimizga vazir a'zamni chaqiring. Men shu yerdaman, olam panoh nima buyuradilar? Oynadan qarachi. Vazir a'zam. Ana o'sha shirin shakar tarvuzlar qancha turishi mumkin? Tanovvul qilmoqchimiz. Menimcha 100 tillo, 100 tillodan kam bo'lmasa kerak, hukmdorim. 100 tillo? Shunaqa qimmatmi? Tez bo'l, hozirroq tarvuzlarni bizga keltir. Bajaramiz. 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 Albatta, bajaramiz. Podshohimiz xo'p ovsarda. Bu pullarga butun saltanatdagi tarvuzlarni sotib olsa bo'ladi-yu. Bu eshak miya yegan shoqib bir boplamaymanmi, ha? Kelvers. Vazir a'zamni birinchi yordamchisini yonimizga chorlang. Olam panohni vazir a'zamlari nima istaydilar? Podshoh olamni vazir a'zamlari sen ahmoqni mana u pullarni olib saroy darvozasi oldidagi boyvachchadan uni tarvuzlarni sotib olish sharafiga muyassar etmoqchi. Bilib qo'y, agar pulni qora chaqasiga tegadigan bo'lsang, ko'rajonim muttaham. Xudo asrasin, vazir a'zam janob. Omadim keldi. Vazir a'zam qip-qizil ahmoqda. Bu pullarga saltanatdagi tarvuzlar yarmini sotib olsa bo'ladi. Bosh oshpazni chaqiring. Kim chiqdi? Vazir a'zamning birinchi yordamchilarimi? Gapimga
Qog'oz. Agar mana bu pullarni olib, ana bu boyvachon tarvuzlarini olampanaqqa sotib olib bermasang, jallodga yem bo'lasan. Tushundingmi? Amringiz bosh ustiga vazir janoblari. Lekin bilib qol, pulni qora chaqaga tegsang, xuddi deydi. Xo'p, bajaramiz. Yo'q ko'zingdan. Voy, mazali a. Boyga balo urarmidi? Yasovul boshi. Qulog'im sizda. Ikkala qulog'i bilan eshitib ol. Olampana ana bu boyvachining tarvuzlarini sotib olishga amr berdilar. Gapimni tushundingmi? Amirlari bosh ustiga. Allah, bu ahmoqqa pul beradigan anoyi yo'q. Qob go'rsoqlarni topsam. Shirin, hayot baxsh tarvuzlar. Yeganlar darmonda yemaganlar. Yasovullar, meni ortimda. Tarvuzdan olib qoling. Bu yerda tarvuz sotishga kim ruxsat berdi? Kim ruxsat berdi deb so'rayapman. Bu yer bozor emas, podshohlik xiyoboni. Tushundingmi, yalangoyoq? Bu avom o'z boshimga bo'lib ketibdi. Xiyobonda bozor qilib, saroyni oyoq osti qilyapti. Dorga olsing uni, o'zgalarga o'rnak bo'lsin. Ey saxovatli janob, menday bir banday mo'minga rahmingiz kelsin. Umrimni xazon qilmang. Hali yoshman, uylanmaganman. Na xotin va na zurriyotim bor. O'tinaman sizdan menga rahmingiz kelsin. Alloh dargohiga qabul qilmaydi meni. Bo'pti. Bu safar kechiraman. Evaziga barcha tarvuzlaringni podshohimizning qo'ylariga olib qolaman. Agar yana bir bor bu yerga kelsang, o'zingdan ko'r. Qani boshlaylik. Shuni 100 tillaga bitta tarvuz. Narxlar oshib ketgan olampanoq. Pulni umuman qadri qolmadi. Hosildorlik juda ham past olampanoq. Odamlar orasida muttahamgarchilik avj olgan. Iloj qancha? So'yinglar, mazasini ko'raylik. Maydonda cho'kib birovora yo'q ketaman deydi. Yetkazgani qo'ymayman. Yo'llariga bosib, dovda o'tgani qo'ymayman. Hey, yo'llariga bosib, To'g'ri-da, u quvonmay, ashula aytmay men aytaymi. Bitta tarvuz 100 tilla tursa, fuqaro demak olsa, demak bunda pul ko'p ekan. Vazir a'zam, buyuramiz fuqarodan olinadigan salonni oshiring, lekin qanchaga? Qulog'im sizda.